O'zim bu reseptni mashhur konditordan o'rganganman. Ishoninglar, bu resept bo'yicha tayyorlasanglar, yaxshigina daromadga chiqishinglar mumkin. Safiyani original tvorojniki pirogida botirmayman, mazasiga keladigan bo'lsa, undan ham mazali. Demak, o'sha tuxumga shakar, qaymoq solib mikser qilib olamiz. Ketidan yumshab turgan margarinimizni solib, bitta mikser qilib olsak bo'ldi. Elangan un, qabartma solib, qo'lga yopishmaydigan xamir qilib olamiz. Xamirimizni uzoq tindirib o'tirmaymiz, nachenkasiga o'tamiz. Quruq tvorogga 2 ta tuxum, shakar, 50 gram qaymoq hamda kraxmal solib, bitta blender qilib olsak bo'ldi. Xamirimizni katta qismini listimizga yoyib olib, ustidan nachenkamizni bir xil tekislikda tekislab olamiz. Kichkina xamirimizni lentasimon shaklda kesib olib, ustini bekitamiz. Tuxum sarig'ini surtib, qizib turgan pechga yuboramiz. Ishoninglar qizlar, shunaqa yumshoq bo'ladi. Albatta shu usulda tayyorlab ko'ringlar.